Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'quvchilar salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan Miftahul Arabiyya A1 4-bo'lim 2-darsini o'tamiz. Muhtaviyatu darsimiz so'z ichiga olgan al-qiroa o'qish qismida Madinatu Dimashqul Qodima eski Damashq shahri, al-qawaid qoida qismida zarful makan va zaman zarf zamon va makon, al-kitaba yozish qismida vasfu makan joylashuv tasvirlash, al-lamu shamsiyya val qamariyya shamsiy va qamariy lam. الدرس الثاني درس رسالة من صديق دوستان رسالة خط. أولا المفردات برليكلر قديم eski أثر yodgorlik سوق bozor ضريح قبر مقبرة قلعة قلعة معبد ibodatxona مقهى qahvaxona سافر يسافر سافر سفر safar qildi يحتوي على o'z ichiga oladi زار يزور زيارة ziyorat qildi masha yamshi yimshi mashun yurmoq yurdi. Thaniyan al-as'ilatu tamhidiyya boshlang'ich savollar. Mala makinul mashhura fi baladik shahringdagi mashhur joylar qaysi yoki nima? Ikkinchisi sadiquka sayazuru baladak ila ayna ta'khudhuhu do'sting tez orada shahringga keladi, ziyorat qilgani keladi va uni qayerga olib borasan? Shu mazmundagi savol, bunga og'zaki ravishda javob berib qo'yasizlar. Thalithan istami' waqra eshiting va o'qing. Eshitib qo'yasizlar, hozir o'qiymiz. Azizi Solih, aziz Solih, kayfa haluka va kayfa halul usra? Holing qanday va oilangning holi qanday? Ana sausafiru ila Dimashq ba'da usbu'ayni li siyahati. Men sayohat uchun 2 haftadan keyin Damashq shahriga safar qilish uchun boraman. Uridu an a'rifa al-amakin al-athariyya hunak. Bu yerdagi tarixiy joylarni bilishni xohlayman. Sadiquqa al-mushtaq Michael. Seni sog'ingan do'sting Michael. Endi bunga javob tariqasida al-javob kelyaptiki, Sadiqul Habib Michael. Sevimli do'stim Michael. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ana bi xoyrin va alhamdulillah. Men yaxshiman va ana sa'idun li ziyaratik. Seni tashrifingdan xursandman. في دمشق القديمة كثير من الأسواق والأماكن الأثرية المشهورة. قديم دمشق shahrida mashhur tarixiy joylari va bozorlar ko'p. مثل سوق الحميدية وسوق مدحت باشا وسوق البذورية. ومثلا حميدية مدحت باشا وبذورية بازار. عند وسوق البذورية الذي يحتوي محلات كثيرة تبيع البحارات والفواكه المجففة. Endi bu Bazuriya bozori shunday ekanki, ko'plab do'konlarni o'z ichiga oladi. Bu do'konlar bo'lsa, ziravorlar va quritilgan mevalarni sotadi. As-suqur rais huwa suqul Hamidiyya. Bosh bozor, asosiy bozor bu Hamidiyya bozori. Havlahu adadun min al-amakin al-athariyyah va tarixiyya. Uning atrofida bir qancha tarixiy joylar bor. Va fi bidayati suq ila yasar. Bozor boshida chapda taqov qalatun Dimashq shahira mashhur Damashq qalasi joylashgan. Va fi vasati suq ila yasar bozor o'rtasida chapda suqul miskiya bozori bor. Va huwa suqul lil kutub va u kitoblar uchun mo'ljallangan. Val qirtosiyya bu konstavar bo'ladi qirtosiyya. Va aydan hunaka suqul asruniyya va bu yerda asruniyya bozor ham bor. Va huwa suqun lil ag'rodil manziliyya va u manziliyya bu uy bo'ladi, uy buyumlari uchun. Imshi ila nihayati suq bozor oxiriga yur satajidu bawwabata ma'badu jawbitar va ad-dimashqi. Ya'ni u yerda topasanki Jubitar va Damashq ibodatxonasining darvozasini ko'rasan. Va maqabalaka tamaman satushahidul jami'a al-ummawiyya fi qalbi al-madinati al-qadima. Va ro'parasi qarshingda Ummaviy masjidini ko'rasan. Ummaviy masjidi eski shahar yuragida. Demak, eski shahar yuragidagi, qalbidagi Ummaviy masjidini ko'rasan. Xalfal jami'a, ya'ni masjid orqasida hunaka mahal Nawfara, ya'ni Nawfara qahvaxonasini ko'rasan bunda ham. Bu Nawfara bu nom bo'lganligi uchun bunga tarjima berilmaydi. Va huwa maqhan turasiyan mashhurun jiddan. Va u juda ham mashhur an'anaviy qahvaxona. Va qurbal jami'a al-madrasatil aziziyya. Masjid oldida yaqinida Aziziya madrasasi maktabi bor. Va fiha darihus sulton Salohiddin al-Ayyubi. Va u yerda sulton Salohiddin Ayyubiyning qabri bor. Yaxshi, matnimiz shundan iborat. Robian 4-si al-asila savollar. Ajib anil as'ilatil atiya. Quyidagi savollarga javob bering. Man mursilur risala.
risolani yuborgan shaxs kim? Ila ayna sayusafiru, qayerga safar qiladi? Mata sayusafiru, qachon safar qiladi? Uzkur ba'd al-amakin tarihiyyati fi madinati Dimashq. Damashq shahridagi ba'zi tarixiy makonlardan ayting. Shu kabi savollarga javob yozasizlar. Bu uyga vazifa bo'ladi. Buni yozishdan maqsad har bir o'sha sifrdagi yoki tanaldagi mahoratlarga tayyorlab bo'ladi va lug'atlaring ham shuni natijasida takror bo'lib qoladi. Bilasizlar, bunda ham kitaba qismi bor, o'qish, yozish hammasi. Yaxshi darsimiz shugacha ekan. Keyingi darsimiz 5-bo'lim bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.